Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000-yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 1-qism. 10-bob. 4. Varisjon gimnaziyaga kelgandan boshlabla chechini oldirmay yasatdi. U yezidan kiyib kelgan ikki yanchuqliq oddiyroq tikilgan chapinini, qizil Manchester do'ppisini, tikyoqliq ko'nlikini tashladi. Beshiga shapka kiydi. Uchisiga qayrama yaqiliq oq ko'nglik, 4 yanchuqliq iskatlik tikilgan chapan, kam uchraydigan sarjidan shim, putiga chiroyli posonliq karshinmay shiblet kiyib, o'zini yasab tuzab yuradigan bo'lib qolgan edi. U bugun Nadam bilan xo'shishib yinib, maktab zalidagi yo'g'on tosh aynakka qaradi. Kelishgan yigit uzun yil kasal tartib shalanglashib ketgan chechi oyinib, qo'yiqlashib, qo'yiq sarg'uch qishi bir oz qaridab, o'zimi samirib qolg'achqa, yo'g'on parqirab turadigan ko'zimi kichiklab, za'firandek seriqtab ketgan yuziga qizilliq yugurib kelishgan yigit bo'lib qopti. Pa, qaltis yigit bo'lib qoptiman, deb o'yladi u. Rayhonni qizliq nomusi shundoq qildiryotidi. Osonlikcha bosh egmaydi, lekin oxir indakki keladi. Men bugun uyiga berib qo'nib kelaychu, cho'ng opam xushal bo'lib ketadi. Rayhonga langman etkizib yemsam, xumarim besilmaydiga o'xshaydi. Yo'q, uning o'qish bitirishini kutib nima qilaman? Dadamga elchi qo'yman. Onasini dadam ko'ndirsa, qizini zo'rlab bo'lsa-mu unatqili bo'ladi. U shu xiyol bilan Rayhonlarning uyiga qarab mangdi. Uni Rayhonning onasi rostilla qizg'in kutib oldi. Biroq uyda Rayhon yo'q edi. Uy Varisjonga ko'ngilsiz tuyuldi. U, "Cho'ng opa, Rayhon yo'q-ku. Hozir ansizchilik bo'lyotidi. Men tepib kelaymi?" dedi. Mo'may unimidi. Biroq ansirab qoldi. "Voy xudoyim-ey, qandoq qilarman? Sal to'xtayli, kelibmi qolar?" Varisjon ilojisiz qorong'u tushguncha kutdi. Uy ichida u yoqdan bu yoqqa mangdi. Qo'lga kitob elib varaqlabmi ko'rdi. O'yliga, darvoza oldiga chiqibmi baqdi. Ko'chaning beshiga umidlanib qaradi. Rayhonning qarisi ko'rinmadi. U etilayotgan langmanning mazlik puroqlarini mu sezmadi. Oxir oldiga kelgan tomoqni ishtihosizlik bilan yeyotganda Rayhon kirib keldi. Uning hayajonlangan, ruhlangan ko'zlarida shodlik uchqunlari chaqnagan edi. Qizni ko'rib, Varisjonning ochiqlari tarqab, xushal bo'lib ketdi va uni buni so'rab, qizga zodi aram bermadi. Qiz bo'lsa Varisjonning savollaridan bezor edi, lekin onasining ko'nglini ayab, Varisjonga ochiq chiroy va siyliq muomala qilishga majbur bo'ldi. Oqshimi ular billa dars tayyorladi. Varisjon qiz bilan bir jo'zda o'ltirgani uchun o'zini cheksiz baxtli his qildi. U na darsga, na cho'ng opasining savollariga qiziqmaydi. Uning vujudi Rayhonga bo'lgan ishq havasi bilan o'rtanatdi. Uningdan uni buni so'rab ko'rib, tuzuk javob ololmagan Gulsumxon oxir qizining ko'nglidagini topgandek Rayhonga qarab, "Yugur, Varisjon balamga saroyga sim karavotga o'rin silib bergin", dedi. Rayhon saroyga kirib ketdi. Varisjon ichida mo'mayni mingni tilladi. "Qaqvash, qara, meni yolg'iz uyga solab qo'ymoqchi bo'layotganini", deb o'yladi. Rayhon uydan kulib chiqib Varisjonga, "Yeting, o'rin silib qo'ydim", dedi va opasiga burilib, "Bizmi yatayli, apa", dedi. Varisjon ishiklari him yepilgan uyda yolg'iz yetib uxlay olmay, u yoq bu yoqqa to'la o'rilib azob chekayotgan ashu kechida yeziga allaqachon yetib chiqqan Nadam shaharda ko'rganlarini, Nizomiddinning nagidur qechib ketganligini Anvar apandiga yetkazish uchun Ahtambayning cho'ng qo'rosidan sug'urilib chiqdi. U yo'l bo'yi birla narsini, Nizomiddin kam qechib ketmagan bo'lsa chataq bo'ladi ekanda, nagim ketgandu, deganlarni o'ylab ketib baratdi. Nadam maktab qo'rosiga yetib kelib, 4 atrofga toza zan silib qarab chiqdi-da, ondan tam yaqilab qorong'u deraza tuviga keldi. U yoq bu yoqqa yana birdam qarab turdi. Hech qanday tevish sezmagandan keyin derazani chekdi. Kimsan? "Men Anvarka, bu men." "Ha, Nadammisan?" Uxlamay cho'nqur xiyol bilan yotgan Anvar
Darrov o'rnidan turib chiroqni yoqdi-da, ilig'ushni tushirib eshikni ochdi. Salomat chiqibsan? Xo'sh, ishlar qandoq? Aldirab so'radi u. Nodam shaharda ko'rganlarini Anvar apandiga bir-birlab to'liq so'zlab berdi. Anvar birdam o'ylangandan keyin, "Endi bizning bu yerda turishimizdan o'rin qolmadi", dedi jiddiy holda. "Bizning endi joyimiz Nilqa. Shaharda tutqun qilishning avj ilayotganligi Nilqa qo'zg'olonchilarining g'alaba qilayotganligidan dalolat beradi." Nodam xushal bo'lib Anvarga qaradi. "Hozirla mangayli", dedi u aldirab. "Gaitkamlarga xabar qil, at kechqurun yig'layli. Qolgan gaplarni shu vaqtda qilamiz." 11-bob. 1. Nizomiddin Mo'g'ul kuraga chiqib, qo'lga tushib qoldi. Aldarboy Kojang uni Ko'kto'pidagi yosh malchi Aqilbekning uyida paranglashib o'ltirgan yeridan 3 qurolliq chirikni yo'shirincha boshlab kelib tutib oldi va ikkisining qo'lini kayniga mahkam bog'lab, G'ulja shahridagi bosh saqchiga ilib mangdi. Nizomiddin Mo'g'ul kuraga chiqib, Abdukarim aytgan kishilarni topolmadi. Ularni sijil izlab surishtirishga imkoniyat yor bermadi. Chunki bu yerdami vaziyat qalayimqon bo'lib, uy aqtirish, odam tutish ishlarining avjilib ketganligini xotinining tog'isi hasratlanib so'zlab berdi. Ehtimol ular panohliq joylarga mo'kib ketgandu, ehtimol ular qo'lg'imi tushib ketgandu yoki boshqa yoqlarga safar qilgandu. Mushundaq ahvolda ularni surishtirish o'zini o'limga tutib berish bilan barobar edi. Shunga atsla xotin bolalarini tog'isining uyida qoldirib, o'zi ketmoqchi bo'ldi. Biroq Ko'kto'pidagi yosh malchi yigit Aqilbek bilan tanishib qoldi. Aqilbek o'ychan, jigarlik yigit bo'lib, Nizomiddin bilan fikrdosh chiqib qoldi. Nizomiddin uningga shahardagi yangiliklarni, shahar xalqining uyg'onib qolganligi, Go'mindan hokimiyatiga qarshi ruhiy kayfiyatlarining o'sib ketganligini, xuddi biror shapini kutib turgandek holga kelib qolganligini uzoq so'zladi. Aqilbekmi bu yerdagi tez o'zgarishlarni, xalqqa tushayotgan ig'irchiliklar qancha oshgan sari qarshilikningmi shuncha kuchayotganligini, shunga tutlarning boshlanib ketganligini so'zladi. "Ahvol shundoq", dedi Nizomiddin. "Vaziyat bizni kurashga chaqirmoqda. Gap bizning kurash maydoniga tushishni xohlamasligimizda qoldi." Nizomiddin bu so'zni hargiz tasodifiyla aytmadi. "Nizomiddin-ka", degan edi Aqilbekmi o'tdek yalqinlanib yenib. "Endi nimasi qoldi? Xalqimizning ustidagi qora bulutlarni survatmagcha kun yuzini ko'rish tasqo endi." Nizomiddin uning bu so'zidan qandaqdir bir fidokorlikning yenayotganligini sezdi. Shunda qilib, ikkisi Nilqa tog'lariga qarab yo'l olmoqchi bo'lishdi. Buning uchun Aqilbek yaroqliq 2 ot topmoqchi bo'lib kelishgan edi. Biroq otlari vaqtida kelmay, bir kun kechikib qilib, qo'lga tushib qoldi. Chunki Mo'g'ul kuragimi bosh saqchining Nizomiddinni tutish to'g'risidagi e'loni choplanib bo'lingan edi. U yo'l bo'yi xodik harvada o'ltirib, qutulishning amalini o'ylab keldi. Harva bargan sari G'uljaga yaqinlab kelmoqda. Bugun Yamato'ga yetib borsa, u yerdan G'uljaga berishmi oson. Ehtimol u yerdan mashinaga silib mangar. U chaqda birdamdalab bosh saqchining dahshatli qora darvozasi oldiga berib to'xtaydi-ku. Buning uchun biror chora tepish kerak. Aqilbekmi qutulishning amalini o'ylab ketib boradigandu. Bugun safarning 3-kuni. Ular tekasdan tong qorong'usida bir yutum suvmi ichmay yo'lga chiqqan edi. Tush mezgilida Sarochin mahallasiga yetib keldi. Harva Aldarboy Kojangning buyrug'i bilan mahalladan biror kilometr yiroqlikdagi tog'ning bag'riga kelib to'xtadi. Ular Sarochindagi kichik oshpozilning oldidan o'tganda, say qo'raydigan cho'ng sapliqqa tegib jaranglagan cho'mishning ovozi bilan tang mazalik tomoqning puriqi dimoqqa urildi. Shu chog'da Aldarbayning nafsi taqildab og'izga siriq suv keldi. 3 kundan beri ot ustida o'ltirib, bellari telib, og'rib ketgan. Uning ustiga shu tapda qo'rsqi intayin ichib ketgan Aldarbay harvakashlik qilib kelayotgan chirikka qarab, "Yaxshi qara, otqimi bo'g'iz ber. Men kelgandan keyin sen borasan, ondan yo'lga chiqib ketamiz", dedi va Nizomiddin bilan Aqilbekka qarab, "Men kelguncha hamma ishlarni bitirib olish", dedi.
U oshpuzilga qarab etini yo'ritib oldirab mangdi. Yo'llarda Nizomiddin bilan Aqilbekning qo'rsqini to'yg'izib olish va hojatlik ishlari uchun qo'llari bo'shtilatdi. Har ikkisiningla biroqla yishlatdi. Kojang tapanchisini, harvakash miltiqini ularga tanglab turatdi. Ularning ishlari bitgandan keyin qo'llari qaytadan keyniga mahkam bog'lanatdi-da, ikkisi navbatlashib g'izolanatdi. Harvakash avval Aqilbekning qo'lini yeyishib, uningga bir parcha nonni tashlab berdi. U yeb bo'lgandan keyin Nizomiddinning qo'lini yashmoqchi bo'ldi. Nizomiddin ko'yishib ketgan putlarini qattiq besib, Harvaning atrofida mingib yurib o'ylaydi. Qutulishning buningdan ortiq payti bo'lmaydi. Muni Rodopayni ujuqtirvatsizlar, ish tamom. Aqilbekmi qandoq qilamiz degan ma'noda Nizomiddinga lip qilib qarayotdi. Nizomiddin ko'zi bilan Harvakashning belidagi xanjarni ishorat qildi. Bu chaqda Harvakash yem to'shqizilgan to'rini otning bo'yniga elish bilan avara edi. Nizomiddin o'zining baslik kuchlik gavdasi bilan yon tarafdan Harvakashning murisiga shundoq qattiq urdiki, u o'ngdisiga biroqla yiqildi. Nizomiddin och beqiniga o'tik bilan qattiq tepivdi. U zarbidan Harvakashning dimi ichiga tushib, unini chiqara olmadi. Aqilbek qo'lidagi nonni tashlab, chaqqonlik bilan uning belidagi xanjarni oldi. Nizomiddinning o'ng puti o'ngdisiga tushgan kalampayning kekirtikini qattiq bosdi. U tipirlab putlarini yerga urib, "Voyjon, qochdi" deydi. Xanjar uning bir qancha yerga urilg'achqa, u asta tipirlashdan qilib, xiriqrashqa o'tdi. "Bo'l, chaqqon kes", dedi Nizomiddin to'rt atrofga tez qarab. Aqilbek yengila qonga bo'yalgan xanjar bilan uning qo'lini ching boqqan qora qil arqonni kesib tashladi. "Otni chiqar!" Aqilbek Harvadan otni chiqarishga tutindi. Nizomiddin Harvakashning bo'ynidan miltiqni avaylab oldi. Ikkisi otga mingashdi-da tog' tarafga qarab yurib ketdi. Tong otmasdilla Harvani 3 odamni so'rab kelgan va texi bo'g'izga amdila ig'iz tekkan kulrang ot yana 2 odamni ko'tarib o'rinliq bilan chapmoqda edi. Aldarbay Kojang oshpuzildan yaxshi tamoq yeb chiqdi. U yuzidagi, bo'yinlaridagi terlarini surtib itiga mindi-da, Harva to'xtagan joyga qarab mandi. Havo isib ketgan edi. U izilib, uyqusiz ko'zlarini yerim echib kelmoqda edi. U oldidagi Harvani ko'rib, birdilla to'xtab qoldi va cho'chib ko'zlarini yo'g'on ochdi. Odammi, otmi ko'rinmaydi. O'g'irlar hammasining tili bir ekan-da. Nimishqa bilmagandiman. Ajab bexudlik qiptimana. Astag'firulloh. U etini choptirib kelib, Harvaning oldida qonga milinib sunaylinib yotgan Harvakash chirikni ko'rdi-da, arvoyi uchib ketdi va shundala haqiqiy ishni tushundi. Uning yuragi og'ziga tiqilgandek bo'ldi. Atrofiga va yiroqlarga sapsilib, o'ng taraf jira ichida otga mingishib 2 kishining ketib borganligini ilg'a qildi va shu hamon o'ziga jon kirgandek tapanchisini qipidan sug'urib oldi-da, etiga qamchi soldi. "Tutalarmanmi? Ajab ish bo'ldi. Juyjongning oldida nima derman? Boy saqchining oldida nima derman? 10 sar sop oltinni qo'limdan chiqarib qo'yarmanmi? Mavu peshkellikni qarmamdigan." Shundoq o'y-xiyollar bilan etini qamchilab qochqanlarga yiqilishib qoldi. Nizomiddin otdan tushdi-da Aqilbekka "Sen o'rlab mingiver" dedi. Bu jira ichi qo'yuq archizorlik va tevilg'iliq edi. Nizomiddin o'skilang bir tüp archining keyniga o'tib, miltiqini batlab qarab turdi. Aldarbay agri buguri yolg'iz oyoq yo'l bilan ittiklab kelmoqda edi. Yo'lga g'ulab tushgan toshlar otning mingishiga kashla qilatdi. Shunga u etini tillab terikib kelatdi. 50 metr chamisi oldiga kelganda Nizomiddin "Ataymu" deb o'z-o'ziga pichirladi. Ko'ksiga ataymikin? Yo'q, kiyimi bulg'inib ketidi. Kiyimi kerak, yaxshisi mangliga atay. U yiqillab kelmoqda edi. Nizomiddin otdi. Tog' ichi jaranglab, yiroqlarda aks sadolar anglandi. O'q ovozni anglab, Aqilbekmi keyniga yondi. Aldarbay o'q tegishi bilan keyniga bir silkinib, otdan serilib tushib ketdi. "Tez harakat qilayli", dedi Nizomiddin yetib kelgan Aqilbekka.
ikkisi Aldarbayning kiyimlarini yechdi. Qon tekkan yerlarini buloq suyida yuvdi. "Qani, ko'janing kiyimini kiy", dedi Nizomiddin aldirab. Aqilbek ko'janing kiyimini kiyib, tapanchisini beliga osdi. Ular buloq suyidan qonudek ichdi. Ko'janing etini Aqilbek yovdaq kulrang otni Nizomiddin minib, bo'lishiga chepib Yamato tarafga qarab ketdi. Ular daryoni bo'ylab chapmoqda edi. Yamato mahallasiga kirmasdan turib otlaridan tushdi. Aqilbek arqon bilan Nizomiddinning qo'lini kayniga qilib bog'ildi va yovdaq otning ustiga mindirib, otning arqinini Aldarbayning etining bo'yniga bog'lab, o'zi Aldarbay ko'janing etiga mindi-da, Nizomiddinni oldiga silib, Yamato kema bo'yiga yetib keldi. Ili daryosi yeyilib oqmoqda. Daryoning ikki qirg'og'idagi kema bo'ylarida qorovullik punktlari qurilgan. 2 haftadan beri Ili Selingbosidan chiqqan bir turkum qurolli qism kema bo'yini saqlab yotmoqda edi. Ular u yoqdan bu yoqdan o'tkuchilarni nihoyatda qattiq tekshiratdi. Sal gumonliqroq deb qaragan odamlarni yoki tonishtirishi bo'lsa-mu, so'ragan savollarga sal-pal duduqlabroq javob berguvchilarni shu yerda tutib qolatdi yoki tegishlik o'ringa yetkazib beradi. Kema bo'yda ansizlik hukm suratdi. Qorovullik punkti yinida 2 qozoq kishiga bir askar miltiqini tanglab turadi. Nirroqda bir necha odam qo'llari bog'langan holda turadi. Bu yerdagi askarlar bo'lsin, komandirlar bo'lsin, nihoyatda asabiylashib ketgan. Odamga yavatgudek qaraydi. Chiroyidan dahshat yig'ib turadi. Aqilbek Ko'jang qorovulga to'sh yanchuqidan tunishtirishni ilib uzatdi. Bu tunishtirishga bir ko'z yugurtib chiqib, ikkisini qo'yib bermoqchi bo'lgan edi. Biroq neriqi uyning deresidan kuzatib turgan bir ofitser chiqib keldi. Nizomiddin Aqilbekka: "Agar biror chatoq chiqib qolsa, bir necha pay o'q chiqarib daryoga sakrash kerak", deb pichirladi. Talatidan dahshat yig'ib turgan ofitser uningga uzoq qarab chiqqandan keyin bir qishini yuqori ko'tarib, Aqilbekka savol berishga boshladi. "Jinoyatchi 2 deyilgan. Bu birg'u. Biri tekes davonda qochib ketdi." "Qochib ketdi?" "Ha, qochib ketdi." "Harvaqini? Davonda harvini o'qsinib, biz harvini jundaymiz degicha kechida qayoqqa qochganini bilolmay qoldik." Ofitser o'ylanib qoldi. "Qo'li bo'shmidi?" "Yo'q, bog'langan. Bir odamimiz harvining yana bir etini minib, uni izlab ketdi. Bosh soqchi idorasi ayol qilmay akilinglar degachga, men darhol buni elib yo'lga chiqdim. Agar mumkin bo'lsa, sizlar bizga yordam qilib, uni izlashib bersanglar, qochqinning qo'li bog'loqliq bo'lg'achqa, ancha yiroqqa ketilmagan bo'lish mumkin. Bu ishni bosh soqchining o'ziga xabar qil. Sarochindan xabar qilibdim. Bizning cho'limiz tegmaydi. Xo'sh, buning jinoyati nima ekan? Biz bilmaymiz. Bosh soqchi biladi. Bu shularning buyrug'i bilan tutilgan. Biz faqat yetkazib bersakla bo'ldi." U o'tib ket degan ma'noda qo'lini shiltib kema tarafni ko'rsatdi. Aqilbek Nizomiddinga qarab, "Mang!" deb qattiq varqiradi. Nizomiddin itidan seyrilib tushib kemaga chiqdi. Kaynidan otlarni yetilab Aqilbek chiqdi. Kemaning zanjir taqisi yeshildi. Paloq harakatga keldi. Ikkisi o'tib ketdi. U qatqa o'tgandan keyin Kalichi mahallasidan chiqqcha Nizomiddinni bog'loqliq haydab mangdi. Mahalladan uzilib chiqib, ikkisi to'xtadi. "Yaraysan, aqil. Toza bopildikmi? Uning savollariga tamtirmay qaltis javob berding. U rostla bir ishondi. Endi kaynimizdan qo'lab kelib qolmag'idi deb ansiravatman." U kayniga burilib qaradi. "Tiz bo'layli." Nizomiddinning qo'li yeshildi. Ikkisi 2 otga minib, Qosh daryosi bo'yidagi qo'yuq jangallikqa kirib ketdi. Bu jangallik bilan nilqab yo'lga chiqqili bo'ladi. Sarochinda bo'lingan voqeadan xabar tepib yo'lga chiqqan To'qqiztaran noyalik soqchining Sarochin punktidagi 2 otliq chirik otlarini qora targa cho'mdirib, Yamato kema bo'yiga yetib keldi. Qorovuldan ikkisini surishtirdi. Heliqi ofitser chiqib, ahvolni uqib, chiroyi jiddiylashdi. Tipirlab u yoq bu yoqqa yugurdi. "Hozir mangdi. Hozir darhol yetishib olg'ili bo'ladi. Qara, bu o'g'rilarning bizni oldig'inini."
kema bo'yida o'pir-to'pir va aloqazodlik boshlanib ketdi. Ikki chirikka yana 2 avtomat asqan otliq askar qo'shildi. Ular nihoyatda aldirashchilikda kemadan tushdida otlarini bo'lishiga chaptirib, kaynidan qo'g'lab ketdi. Iz qo'g'lab chiqqan otliqlar cho'ng yo'l bilan otlarini taraslatib Udul shaharga qarab ketib qoldi. Ular ikkisi daryoning yuqori eqiniga qarab, to'qayliq, chatqalliqlar orasida yo'l yurib, Yangi Obod yezisi yenidagi Eranlikning Udulga kelib to'xtadi. Nizomiddin u qatdiki büyük baraqsan Eranlik ichida panohlanishni o'yladi-da, Eranlikka va daryo eqiniga qarab turib qoldi. Daryo eqini nihoyatda tez. Ot silish xatarlikmi qandoq? Qarong'u tushguncha to'qayliq ichida yo'shirinib yetish mumkinmidi? Kaynidan o'z besib chiriklar kelib qolsa, qechib ulgurish tas bo'larmikin? Agar u qatqa o'tib Eranlik ichiga kirib olsa, qo'g'lab kelguchilar u qatqa o'tkicha bularmi ko'zdan g'oyib bo'la oladi. Nizomiddin xili o'ylangandan keyin Aqilbekka maslahat qildi. Qarong'i tushguncha u qatqa o'tib Eranlik ichiga yotsa qandoq? Daryo yaqini nihoyatda tez ekan, suyimi ko'payib ketibdi. Eqitib ketarmi ya? Daryo yoqasida o'sib cho'ng bo'lgan Aqilbek ishkilanmayla javob berdi. Eqitib ketsimi chiqib olg'il bo'ladi. Otlarimizdan ayrilib qolmasaqla bo'ldi. Ikkisi otlarini kechikka saldi. Rost degandek Aqilbek mingan harva iti suvning tez eqiniga bardoshlik berolmay mudirib yiqildi-da, yana turib ketdi. Yiqilgan Aqilbek otning quyruqiga esilib, u qatqa chiqib oldi. Eranlik ichi haqiqatan pinhon joy edi. Ikkisi qarong'u tushishni kutib yotdi. Kun asta-asta o'ltirib qarong'u tushib ketdi. Havo ochiq bo'lib, osmon bo'shlig'idagi son-sanoqsiz yulduzlar qo'yuq eranliklar orasidan jimirlab, kishiga aytqusiz go'zallik baxsh etadi. Salqin shamol yuzlarni yelpib, yurakka xushallik va hayotga bo'lgan muhabbat tuyg'usini qo'zg'atadi-da, ochliq va harg'anlikni unutildiradi. Nizomiddin bilan Aqilbek tabiatning bu go'zalligiga mahliyo bo'lib, qo'llarini beshiga qo'yganicha o'ngda yetishdi. Nizomiddin ko'zini yulduzlar olamidan elib, xiyol surib ketdi. Amdi bolalarim nima kun ko'rar? Saqchi amaldorlari ularga nima kun ko'rstarkin? Xayr, mayli. Nima ko'rsa ko'rdi. Bu hech gap emas. Har qancha kun ko'rsa, jafokash xalqim ko'rayotgan kunni ko'rdi-ku. Uning xiyollari oxir birib, Nilqa tog'larida, Qosh daryosi yoqalarida, to'qayliqlarda parvoz qilishga boshladi. Aqilbekchu, umo xiyol qilib yotadi. Umo qeri, og'riqchan dadasini, enisini o'ylayotidi. Dadam, inim qoldi. Amdi ular qandoq kuniga qolar? Saqchining atarman chaparmanlari ulardan nim kunlarga salar. O'g'lini tap deb qiynar. Kichikkina inim ko'z yoshlarini mo'ldiriltib, talatidan muz yig'ib turgan odam siyoqidan, vahshiylardan qo'rqib yig'lar. Yig'lama inim, ömrimiz yig'lash bilan o'tdi. Bas, amdi yetar. Men bu yo'lga kirdim. Mush yo'lda ko'z yoshlaringlarni quritishga tirishman. Jazman quritaman. Hamma yoq jimjitlikqa cho'mdi. Daryo shavqini bir xil sado bilan anglanib turadi. Ular och qolgan otlarini o'tqa qo'ydi. O'zlarimi Aldarbayning xurjunidagi non bilan g'izolandi. Qarong'u tushgandan keyin ular Abral tig'i bag'rini bo'ylab yuqorilab mangdi. Hamma yoq jimjit edi. Yiroq-yiroqlarda itlarning havishgan ovozi va yaqin atroflarda och bo'rlarning dahshatli huvulashlari anglanib turadi. Ular otlarini tizlatib, Ashraf mahallasidan yondab o'tib, 5 dunga yetib keldi. Muno atroflarni bilib qo'y, dedi Nizomiddin. Bu 5 dun Qozoq mahallasi, ana avu qariyib ko'ringan Qarabaq mahallasi. U yana ko'rsatdi. Avu sepil sala ham biz ko'rib kelgan Sami yuzi, Yangi Obod yuzlari qo'shilib Qosh rayonini tashkil qiladi. Bu yerda bizning qo'zg'olonchilarimiz bor. Ular 5 dundan o'tib so'lga burilib, tog' ichiga kirib, 1 soatdan ko'proq mandi. Egiz tog'ning to'pisiga chiqqanda subhi ko'tarilib, u qat ko'rindi. Quyuq to'qayliqlar orasida eqib kelayotgan Qosh daryosi yilon bag'ridek to'lg'inib, so'zilib yotadi. Nizomiddin qamchisining uchi bilan töven tarafni ko'rsatib mundoq dedi. Biz daryoning yoqasidagi ana avu mahalliga berib tushimiz. Qo'saqni, otlarni obdan to'yg'izmiz, yaxshilab uxlaymiz.
U yerda bizning odamlar bor. Daryodan o'tadigan keçiklarga ot soldirib, u qatqa Ulastayga o'tib ketamiz. Ulastay bizning manzilimiz. Ular etini devetib, Oq To'bak mahallasiga qarab yurib ketdi. Davomi bor.